Mana turishini ko'ring do'stim, bozorda bitta bo'lib turibdi. BYD Han 2024-yil 506 kilometrligini topib qo'ydim sizga. Do'stim, mashinani bitta ko'ring. Kraskalari top-toza, mashinada tonirovkalar, ruxsatnomasi bilan oldilarini ko'ring. Antiblikovый полностью tonirovkalar qo'yib qo'yishgan. Mashinani bitta ichini ko'ring. Bor yo'g'i 30 ming kilometr yurgan mashina. Dehqon akalarimiz haydashgan, keyinchalik akalarimiz olib, hozir mana sotamiz deyishyapti ekan. Bor yo'g'i 30 ming kilometr yurgan xolos do'stim. Endi 30 ming kilometr yurgani bilan mashinani balonini yoqmabdi-da, BYD sonni o'zi bilan keladigan komplektatsiyadagi shinalardan taqib qo'yishibdi. 2024-yilda bu mashinalarda mana bunaqangi ranglari chiqishni boshlagan. Ungacha bilasizlar, oranjiy chiqqan, boshqa chiqqan, lekin 2024-yildan boshlab mana bunaqangi chokka svetlari chiqishni boshlagan. Mashinani turishini ko'rsangiz, bash mazza qilib olasiz. Hali hidlari ham ketmagan mashinadan. Aka, mashina to'g'ri 30 ming kilometr yurgan, lekin baribir tekshirtirib qo'yganmisiz? Ha, 100% turibdi batareykalar deyishyapti. Mashinaga kraskalariga ham javob berishyapti.